Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanaliga ko'rasizlar. Ben sizlarga zo'r xonadon topib qo'ydim. Narxi ham arzon. Ikkitani bitta qilib olishgan ekan. Donasini 30 mingdan ekan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Uy remontlari ham zo'r, kirib yashashga tayyor. Biz qayerdamiz? Nazarbek, Turkistondamiz. Bog' Shamol mahallasida. Xuddi shunaqa kottej. Ikkita uyni bitta qilib olishgan. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Arzon uy-joy so'ragan yaqinlaringizga ushbu videoni tashlab qo'ying. Meni bilasizlar, Boshpana TV katta kanalimiz bor edi. U kanal hozir menda emas. Shuning uchun bu yangi kanalni ochib yurgizayotganim uchun obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xuddi shunaqa arzon uylarni tez-tez chiqarishga harakat qilaman. Uy-joysiz, boshpanasiz yurgan, tanish-bilishingiz, yaqinlaringiz, o'zingiz, farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bitta duo qilib yozib yuboring. Menga ham shu yilda 2026-yilda yaxshi uy-joylar nasib qilsin deb kommentariya yozib olgan har bitta insonga bundan zo'r joydan, bundan zo'r xonadonlar nasib qilsin. Allohu akbar. Ketdik, birgalikda ko'ramiz. Tepani ko'ramiz, keyin pastda kelinglar, past podvolni ko'rsatib yuboring. Bizneslari ham ichida ekan. Podvoli bonusga shundoq 40 kvadrat, 30 kvadrat metr podvol. Narsalari bilan bir ikkita o'zlarining buyumlarini olib ketishlari mumkin. Bu yerda salon qilgan ekanlar keyin. Xohlasangiz narsalari bilan tashlab ham ketadilar. Bu joy sizga bonus, shaxsiy o'zingizni podvolingiz bo'ladi. Ketdik, tepaga chiqamiz. Bu yerdan transport qanaqa shaharga deydigan bo'lsangiz, mana shunday yo'l yuzidan keling, shunday ko'rsatib ketdik. Mana yo'l yuzidan avtobus o'tyapti, marshrutkalar bor ekan. Mana mashina ketyapti-ku, mana shu ketayotgan mashinadan avtobus o'tadi, ketdik. Avtobus o'tar ekan, Chorsi, Chilonzor, Sergeliga bitta transportda yetolsangiz bo'lar ekan. Kelinglar, ushbu ikkita xonadon esingizda bo'lsa, bu uy reklama qildim. Bunisini ham ikkalasini reklama qilyapman hozir. Kelinglar. Bolacha uyg'onibdi, uxlayapti dedilar. Xo'p, mana bu yerdan to'silgan bo'lish kerak o'zi aslida, lekin ikkita olganlar, agar siz bittasini olaman deb ikkita klient chiqadigan bo'lsa, bir donasining narxini 30 ming dollardan qilib beradilar. Kelinglar. Bu yerda mana oshxonasi bor. Oshxonasini qarang, mebel texnikalari ham qoladi. Endi xolodilniklarni, televizorlarni olib ketishlari mumkin ekan, lekin qolgan narsalar kelishsiz, bularni ham tashlab ketadilar. Remontlari zo'r, kirib yashashingizga tayyor holatda. Bolam uxlayapti dedilar, bu uyg'onibdi bu bola. Xo'p. Mana bu yerda kattalar yotoqxonasi, televizorlari bor, konditsionerlari bor, ishlab turibdi, muzdekina. Bu yerda umumiy sanuzel, ikkita sanuzel, chunki ikkita xonadon bu yerda. Remontlari zo'r, ko'ryapsizlar, hammasi zo'r ekan. Bu yerda ko'rsatdim. Xo'p. Topli pol, hamma joyi topli pol ekan, o'rtoqlar. Mana bu yoqda ham sanuzeli bor, sanuzellarni tegigacha topli pol dedilar. Hamma sharoiti bor, kirib yashashingizga xullas tayyor holatda. Bu o'g'il bolalar yotoqxonasi. Ko'ryapsizlar, tashqariga qaragan romlari bor, remontlari zo'r. Bu esa qiz bolalar xonasi. Mebellari hammasi qoladi. Kirib farzandlaringizga yengilib beradi, ustidagi narsalarni mazza qilib yashashaveradi. Xo'p, men shu yerga kirib olaman, yorug'roq. Manzilni takrorlayman. Toshkent viloyati Nazarbekdamiz. Nazarbek Turkistonda ikkita xonadon, har bittasini narxi 30 ming dollardan. Pastda egalarining nomeri, telefon qilib savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. Ikkalasini bitta qilib olishgan, bu degani 60 ming dollar bo'ladi. Shunda pastda sizga 30 kvadrat metrlik podvol qo'shib beriladi. Narxi zo'r, savdolashinglar, kelinglar, xarid qilinglar. Sizni ham uy-joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, o'zimiz borib chiroyli qilib, obzor qilib, sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Video описаниесida egalarining nomeri ham bor. Mani Instagram va Telegram kanallarimni silkalari bor. Qo'shilib olsanglar, men lokatsiyalarini ham tashiyman. Bemalol kartadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.